Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla ushbu sayyidor yom kuni barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning laysa minna, ya'ni bizdan emas mavzusida aytilgan bir qancha hadislar bor. Shuni inshaalloh bugun 4-dars ekan davom etkazgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha hadislarida laysa minna yoki laysa minni deb boshlaganlar. Ya'ni mana ishni qilgan, falon ishni qilgan bizdan emas, mendan emas degan mazmunda hadislar bor. Bugun inshaalloh 22-sini o'qiymiz ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Erkak va ayol o'zlarini bir-biriga o'xshatmasligi haqida, g'ayri dinlarga o'xshatmasligi haqida. Erkak erkakka o'xshab yurish kerak, ayol ayolga o'xshab yurishi kerak. Erkakda ham o'zining o'rni bor, ayolda ham o'zining o'rni bor. Endi ayrim holatlarda guvohi bo'lib qolamiz. Erkaklarni ayrimlari katta shaharlarda o'zini tutishi, kiyinishi, gapirishlari, yurishtirishi, qilg'ilari xotinlarnikiga o'xshatayotganligini ko'ramiz. Va bu ularning nazarida shu zamonda bir peshqadam odamlardan ekanligi, taraqqiy topgan ekanligiga dalili bo'lib ko'rinadi. Ayrim ayollarda esa aksincha erkakcha kiyinib, erkakcha bir fe'l-atvor qilib yurganligi, gapirayotgan gaplari, gestikulatsiyalari ham erkakcha bo'layotganligini guvoh bo'lasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laysa minna man tashabbaha bir-rijal minan nisa, va la man tashabbaha bin-nisa minar-rijal." Erkak erkakcha yurmasa, ayol ayolcha yurmaydigan bo'lsa, birodarlar, bu tabiatni, qonuni, dunyoning nizomi buziladi. Erkak erkakligini qilish kerak, ayol ayolligini qilishligi kerak. Payg'ambarimiz aytdilar: "Laysa minna man tashabbaha bir-rijal minan-nisa." Bizdan emasdir o'zini erkaklarga o'xshatgan ayol va ayollarga o'xshatgan erkak. Tushunarlimi? Ayollarga o'zini o'xshatgan erkak bizdan emas. Erkaklarga o'xshatgan o'zini bir ayol bo'lsa, u ham bizdan emas. Hamma o'zini o'rnida tursin. Shuning uchun jon akalar, o'sha qizlarimizga kiyim olib berayotganda qaraylik, shim olib bermaylik. Qaddini, qomatini ko'z qiladigan tor kiyimlarni olib bermaylik. Savdogar akalar, sizlar olib kelib sotayotgan kiyimni xalq olib kiyaveradi, keyin olib kelib sotsanglar ham kiyaveradi, moda ekan deb torini olib kelsanglar ham. Biz qilayotgan tijoratimiz ana shu erkakni ayolga, ayolni erkakka o'xshashiga yordam berib qo'ymasin. Chunki Rasululloh aytibdilar, o'zini ayolga o'xshatgan erkak, o'zini erkakka o'xshatgan ayol bizdan emas deyaptilar. Musulmon kishini urf-odati, qadriyati o'ziga xos bo'lishi kerak, boshqa din vakillariga ko'r-ko'rona taqlid qilmasligi kerak. Boya aytayotganimizdek, shuda zo'r maqol keladi. Laylayda yurishini o'xshataman deb Olaxonat o'zini paxotkasini yo'qotib qo'ygan ekan. Laylayda yurishini o'xshataman deb Olaxonat o'zini paxotkasini o'zgartirib qo'ygan, yo'qotib qo'ygan ekan. Bilasizlar, beo'xshov yuradi Olaxonat, bilasizlar? Chimchiqdiki yarashadi o'ziga, boshqalarniki, lekin Olaxonatda yurishi beo'xshov. Shuning uchun biz unaqa g'arbdan, sharqdan kelayotgan urf-odatlarga taqlid qilishimizning hojati yo'q, bizga keragi yo'q. Bavul qilib kelib turib qo'lini yuvmaydigan xalq, bavul qilib turib qo'lini yuvmasdan ovqat yeydigan xalq qanday qilib bizga etikani, madaniyatni, kulturani o'rgatadi? O'tirib ovqatini ham yeb ketaveradi, mashinasini ham minib ketaveradi. Shulardan o'rganamizmi? Kim bulardan o'rganadi? O'zini kimligini bilmagan, dinini, o'zini, ummatni kim ekanligini tanimagan odam erchiydi o'shalarga. Hatto oilasida shu g'ayri dinlar tilida gaplashishni, madaniyat taraqqiyot deb biladi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz aytadilar sallallohu alayhi vasallam: "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina." Bizdan boshqalarga o'zini o'xshatgan kishi bizdan emas. "Va la tashabbahu bil yahud va la bin nasara." Yahudi va nasroniylarga o'zingizlarni o'xshatmanglar. Nimalarimiz bor hozir endi o'xshatayotgan? Zaksimiz o'xshaydimi? O'xshaydi. Yana nimalarimiz o'xshaydi? Erkak o'rtaga chiqib olib o'yinga tushishimiz o'xshaydimi? O'xshaydi.
tug'ilgan kunlarda shampu yudashimiz o'xshaydimi? O'xshaydi. Yo'q emas, ishimizda ehtimol o'sha odamlar shampu yudatadigan, 60 ga kirgan buvasiga 60 ta 4 ta rasvo qiladida. Ha, u 4 ta tug'ilgan kundan boshqa payt yesa ham bo'laveradi. Nima demadinglar? Meni tug'ib katta qilganingizga mana sizga bayramda turib onasiga yoki otasiga bir bayram qilib bersak bo'lar, albatta tug'ilgan kun qilmasdan, hali ashulasini aytmasdan. Payg'ambarimiz aytayaptilar, Nasroniy va Yahudiylarga o'zingizlarni o'xshatmanglar deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. So'raydi-ya o'zingizdan. Menda shu narsa bormi, yo'qmi deb. Agar bo'lsa, buni o'zgartiraylik. Chunki Rasululloh aytayaptilar, mendan emas bu kishi. Agar Yahudiyga, Nasroniyga o'zini nima qilsa, o'xshatsa. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, mana zombi yashik bor uyimizdagi. Zombi yashik boshqa gap deb bo'lmaydi buni. Bizni zombirovat qiladi. Shular nimani desa, shunday oladigan bo'lib qoldik. Jon akalar, jon ukalar, u yerdagi hamma aytilayotgan narsani olib bo'lmaydi. Chunki u ayrim odamlarga ta'sir o'tkazishlik asbobi ekan. Mana aqli bor odam bunisidan topib oladi. Mana shu yerda yolg'on gapirdi deydi. Bir paytlar bo'lardi, mana kattalar davrida televizorda faqat to'g'ri gap gapiradi degan narsa bo'lar edi. Yo, unaqa emas ekan. Odamlarga ta'sir o'tkazishlik asbobi ekan. Birodarlar, xulosa Rasululloh aytdilar: "Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina, la tashabbahu bil yahudi va la bin nasara." Bizdan boshqalarga o'zini o'xshatgan kishi bizdan emas, yahudiylarga va nasroniylarga o'zingizlarni o'xshatmanglar. Bu har bitta ishimizda, kiyinishimizda, yurish-turishimizda, qo'l berib so'rashishimizda, ovqat yeyishimizda, kiyinishimizda, bir-birimizga gapirayotgan so'zlarimizda, mashina minishimizda, mana oxiri musulmon odamga yarashadigan qilishlik kerak bo'ladi. Boshqa hadisda Rasululloh aytadilar: "Laysa minna man amila bi sunnati ghayrina." Bizdan emasdir. Kim? Bizning odatimizdan boshqa odatlarni qiladigan kimsalar. Musulmonlarga xilof bo'lgan ishlarni qilishlik. Endi xullas tafsilotini gapirsak ko'p, har kim o'ziga kerakli xulosani oladi. Keyingi hadisimiz mushriklar bilan birga yashamaslik haqida. Musulmonlar bilan birga yashashligi kerak. Musulmonlar orasida yashashligi shart bo'ladi, birodarlar. Musulmon odam uchun dunyodagi eng qadrli narsa nima uchun? Iymoni, dini, oilasini musulmon bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tusakinul mushrikina va la tujami'uhum, faman sakanahum aw jama'ahum falaysa minna." Mushriklar bilan birga yashamanglar, ular bilan jimo qilmanglar. Kimki ular bilan birga yashasa yoki ularni jimo qilsa bizdan emas. Mushriklar deganda biz ahli kitoblarda aytmaymiz. Yahudiy bilan nasroniylar ahli kitoblar. Ammo undan boshqasi mushrik. Ularga uylanib bo'lmaydi. Ahli kitoblarda Yahudi nasroniylarda ayollariga uylanishi mumkin. Ular o'zini dinida turgan holida. Yahudi yoki nasroniylikda ushamagan odam mushrik deyiladi. Bular bilan oila qurish mumkin emas. Mana ayrim qo'shni mamlakatlarda o'shalarga tegib borib qanaqa xor bo'lganligini maqolalarda yozyapti agar o'qigan bo'lsanglar. Musulmon odam bular bilan oila qurib ishi mumkin emas. Demak, mushriklar bilan birga yashamanglar. Ular bilan jimo qilmanglar. Kim shuni qilsa, bas bu kishi bizdan emas. Imom Abu Dovud keltirgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man jama'al mushrika va sakana ma'ahu fa innahu mithluhu." Kim mushrik bilan jimo qilsa, u bilan birga yashasa, bas u kishi o'shalardan bittasi yoki o'shalarga o'xshabdi. O'zi o'sha boy g'ayri dinlarning yurtiga borib yashashlikka kelsak, ehtimol ayrim mamlakatlarda, shu ayrim shaharlar, rayonlarda bemalolchilikdir. Uni ham aytishadi. Xuddi o'zimizda qayli masjidlari serob, unaqa ayollar ro'mol o'rab yurishi muammo emas, mayli. Lekin esimizdan chiqmasin. Mana biz yaqinroq bo'lgan g'arbga boradiganlar bola chaqasi bilan borib yashayapti, to'g'ri. Hamma yo'llari yaxshi, oilaga yaxshi, turmush sharoiti yaxshi, lekin xususan qiz farzandi borlar hushyor bo'linglar. Agar akanglar yashayotgan bo'lsa, ukalar yashayotgan bo'lsa, 10-12 ga kirdimi, kesin bu yoqqa. O'zi qolsa ham qizlarini jo'natib yuborsin. Yaxshi bilasizlar. Nima ishlar bo'lishini 14-15 yashardan keyin u yerlarda. Keyingi hadisimiz
salomga alik olmaslik haqida. Musulmonning musulmonligini yaqqol ko'rsatib turadigan ishlardan bittasi bu uning tahiyyasi, salomi. Islomiy tahiyya, islomiy salomlashlik bu assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh yoki assalomu alaykum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, mana salom berishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odobini o'rgatganlar. Bilasizlar, payg'ambarimiz aytganlar, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Jannatga kirmaysizlar to iymonli bo'lmaguninglarcha. Iymonli bo'lmaysizlar, bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguninglarcha. Endi bir ishni o'rgataymi-ki, agar shuni qilsanglar, bir-biringlarni yaxshi ko'rasizlar. Afshus salom, salomni fosh qilinglar. Demak, salom bersak, musulmonlar bir-birimizga muhabbatli bo'lamiz. Bir-birimizga muhabbatli bo'lsak, demak iymonli bo'lamiz. Iymonli bo'lsak, albatta jannatga kiramiz, inshaalloh. Demak, salom berishlik unaqa mayda masala emas. Lekin taassuf shunday zamonda yashaymizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatning kichik alomatlarini saraganlarida at-taslimul xos deganlar. Xos salom bo'lib qoladi. Ya'ni o'zi tanigan odamga salom beradi, tanimagan odamga salom bermaydi. Shu muammo bormi yo'qmi oramizda, birodarlar? Hatto masjidga kirganingizda namozxon hammasi o'tib ketaverasiz endi. Assalomu alaykum deysiz kimga? Tanigan odamingizga. Qiyomatning kichik alomatlarini Rasululloh sanab o'tganlarida mana shu narsani ham aytganlar. Xos kishilarga salom berishlik. Sizni domlangiz emasmi, narigilarni domlasizmi, salom ham bermay qo'yishaveradi. Assalomu alaykum desa, aliga ham bermay qo'y. Salom bermasa mayli-da, sunnatidir. Ammo salom berganda aliga olishlik vojibdan qilmay qo'yadi-da, lish bu uni domlasimasa bo'ldi. Men qarab assalomu alaykum desam, deb turibdi. Assalomu alaykum desam, telefoniga qarayapti. Asaken ketadimi? Bo'yning uziladimi? Va alaykum assalom deb qo'ysang. Musibat, musibat. Mana endi salom berishlik odobi. Yusallimur rokibu alar rojil. Ulovda ketayotgan, piyoda ketayotganga salom beradi. Mashinada ketayotgan degan bizning tilda. Va yusallimur rojil alal qoid. Piyoda ketayotgan, yurib ketayotgan odam o'tirganga salom beradi. Va yusallimul aqallu alal akthar. Ozchilik ko'pchilikka nima qiladi? Salom beradi. Faman ajaba salama fa huwa lahu. Kim salomga alik olsa, javob bersa, bu uni foydasiga bo'ladi. Va man lam yujib bis-salam falaysa min. Kim salomga javob bermasa, ya'ni salomga alik olmasa, mendan emas. Bas kim salomga alik olmasa, u kishi bizdan emas. Nima ekan demak? Assalomu alaykum dedimi? Va alaykumussalom. Eng kamida rudduha. O'ziga o'xshagani qaytaringlar yoki undan chiroyliroq. Va alaykumussalom va rahmatulloh. Va barakatuh. Sizdan ihson. Salom berish sunnat akalar. Ammo aliga olishlik vojib bo'ladi. Kim salomga aliga olmasa, Rasululloh aytibdilar, bas bu kishi bizdan emas. Yuqoridagi mushriklar bilan birga yashamaslik degan hadisga yana bir ta'liq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, al-mar'u ma'a man ahabba. Kishi qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'ladi. Kishi qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga bo'ladi. G'arbga taqlid qilganmi? Farzandlarning ismlarini ham shularga taqlid qilib qo'yganmi? Turmush tarzi, hayoti, hamma narsani shu g'arbga taqlid qilganmi g'ayri dinlarga? Qiyomatda xotirjam bo'lsin, shu odam o'shalar bilan birga bo'ladi. Keyingi hadisimiz dunyoga berilmaslik va odamlarga nasihat qilishlik lozimligi haqida. Insonni dunyoga mukkasidan berilishi, unga sig'inishi, ya'ni unga ibodat qilish darajasida qarashi, butun fikri mol va dunyo topishlik, to'plash g'amida bo'lib qolishlik islomda qoralanadi. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Albatta inson to'yonga ketadi, qachonki uni boyganligini ko'rsang. Puli ko'paygandan keyin, pul uni qo'lida emas, qalbiga kirib qolganidan keyin bu pul uni dunyoda tug'yonga ketishligiga sabab bo'ladi. Endi musulmon kishini g'am tashvishi bilan yashash, musulmonlarga yaxshilikda bir ravo ko'rishlik, bu maqbul amallardan sanaladi.
Man asbaha dedilar Rasululloh, man asbaha falam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Kim tong ottirsa, ammo unda musulmonlarning ishi haqida g'am bo'lmasa, bas u ulardan emas. Ya'ni musulmonlarning holi haqida o'ylamaslik, musulmonlarning ish haqida, tashvish haqida fikr qilmaslik bizni bu ummat qatoridan chiqarib olmasin. Menga nima deb o'tib ketaverasiz? Menga nima deysiz? Ma'da bir odam uyda ko'mir yo'q, soqityapti ekan, mayda bolalari bilan qarovchisi yo'q desa o'tib ketaverdingiz. Qodir edingiz. Ma'da bir yordam kerak ekan, ozgina shunga qarab qo'yaylik desa, qodir bo'lib o'tib ketaverdingiz. Menga nima degan gap bor-ku? Musulmonlarning birligi, musulmonlarning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatini misoli dedi Rasululloh. Xuddi bitta bir jasadga o'xshaydi. Agar bu jasaddan bitta a'zo og'risa, jasadning qolgan a'zolari saharlik bilan, istima bilan, uyqusizlik bilan bedor bo'ladi. Taassub bizni zamonimizga kelganda mana shu hadisga amal qolmadi. Kerak bo'lsa akasi qiylanayotgan bo'ladi, singlisi qiylanayotgan bo'ladi, xotirjam o'tiraveradi uyda. Bilmay qopmiz deb qo'yadi. Senga aytish kerakmidi? Alloh taolo senga shu davlatni, shu mansabni, shu quvvatni nimaga bergan edi? Boshqalarga bermasdan urug'in ichida. Imini senga beruvdi. Sen shularning holidan xabar ol deb bergan edi. Seni eshiging tagiga yordam so'rab keldimi? Yordam berding. Faxrlanma. Bu sen uchun or. Bu nomus sen uchun. Chunki eshiging tagiga kelib so'rashlikkacha indamay turding. O'zi nima qilishing kerak edi aslida? Sen xabardor bo'lib turishing kerak edi. Biz umumiy musulmonlarning holini aytmayapmiz hali, o'zini jigarlarini aytyapmiz, shunaqalar ham bor. Kim tong ottirsa-yu, unda musulmonlarda g'ami bo'lmaydigan bo'lsa, bas u kishi musulmonlardan emas. Rasululloh aytadilar, Imom Tabaroniy Mu'jamul Awsatda keltirilgan hadisida, "Man asbaha wa hammuhu dunya falaysa minallohi fi shay." Kim o'y fikrlari, maqsadi dunyo bo'lib tong ottirsa, unga Allohdan hech narsa yetmaydi. "Va man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Kimni musulmonlarning ishi tashvishga solmasa, demak ulardan emas. "Va man a'to dillata min nafsihi ta'in g'ayri mukrahin falaysa minna." Kimki o'z nafsiga majburiy emas, ixtiyoriy ravishda xorlik keltirsa, demak u bizdan emas. Kimki musulmonlarning ishiga qiziqmaydigan bo'lsa, ulardan emas. Kimki Allohga, uning rasuliga, uning kitobiga, uning imomiga va musulmonlarning ommasiga nasihat qiluvchi holda tong ottirmasa va oqshom tushirmasa, demak u bizdan emas. Odamlarni haqqa yetalashlikni tushunaylik. Odamlarni Alloh tomoniga, payg'ambar tomoniga, kitobi tomoniga yetalamasak, demak musulmonlarga nasihat qilmabmiz. Tong ottirmabmiz, kechga emas mana shu holatda. Demak biz ummatdan bo'lmaymiz. Eng kamida mana shu ish yaxshi emas birodar, qilmay shu ishingizni deya olmayapsizmi? Hech bo'lmasa shu tilingiz bilan nasihat qilib qo'yishga yaramayapsizmi? Demak bu ummatdan bo'lmay qolishingiz xavfi bor. Menga nima demaylik? Jon akalar, menga nima demaylik? O'sha mashinasini noto'g'ri joyga qo'yib olib turibdimi? O'tib ketavermaylik. Endi anida ochib turib, chekkaga chiqarib qo'ying mashinangizni, og'ayni deb qo'ying, shu ham bo'lmasa nasihat bo'ladi. Siz gapingizga quloq solmas, 2-3 ta odam aytsa-chi, 4-chi odam gapidan uyalib chekkaga chiqadi. Biz menga nima degan narsaga kelib qolganmiz. To'g'rimi? Hozir dunyoga berilmaslik haqida gapirildi. Endi dunyoda tark qilmaslik mutlaq. Tarki dunyo qilish va rohiblik haqida. Islomda birodarlar, dunyoga mukkasidan berilib ketishlik qoralangani kabi, dunyodan voz kechib tarki dunyo qilishlik ham qoralanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Man tabattala falaysa minna." Kim tarki dunyo qilsa, bas u bizdan emas. Tarki dunyo nima endi? Bola chaqa qilmaslik, uylanmaslik, imorat solmaslik, jamiyatdan ajralib olishlik. La rahboniyata fil islam. Islomda rahboniyat, tarki dunyochilik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Ali ibn Abi Tolibdan, "Iyyakum va libasur ruhban, fa innahu man tarahaba aw tashabbaha falaysa minna." Rasululloh aytdilar, rohiblar libosidan saqlaning. Kimki rohiblik qilsa yoki ularga o'zini o'xshatsa, demak u bizdan emas. Tarki dunyo qilib bo'lmaydi. Musulmon odam jamiyatda to'laqonlik a'zosi bo'lishi kerak.
din ishlarida oldida. Tijorat, dunyo kasb-ko'ratda ham oldida. Bizda ajoyibda bittasini qilgan ikkinchisidan qolib ketib qoladi. Ilm o'qib, bir taqvo qilib, odamlarga haqda nasihat qilgan qarasangiz, dunyo maydonida hech narsasi yo'q. Endi dunyo maydonida bir narsa erishganga qarasangiz, bir diniy faoliyatda hech qanday. Unaqa bo'lmaydi musulmon odam. Sportda birinchi bo'lsin, tijoratda birinchi bo'lsin, hunarda birinchi bo'lsin, masjidga yugurishda birinchi bo'lsin, Qur'on o'qishlik, zikrda birinchi bo'lsin. Hamma sohada birinchi bo'lishlik kerak. Rasululloh bizga shu narsani ta'lim berganlar. La rahboniyata fil islom. Islomda tarki dunyo qilishlik yo'q. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum.